Namanganga qo'yxona o'rnatgan kelganmiz. Eshikni buzib ichkariga olib kiryapmiz. Ularni qanaqa chiqargan? Qadrdonlar qo'yxonamizga chiroyli qilib o'rnatib berdik. Xudo xolasa tog'am o'zidan bitta fikrlarni olarmiz. Qanday chiqdi? Yoqdimi? Ha, xudo xolasa. Ukalarim ishlari puxta ekan. Kimda kim bir chiroyli hayvon boqib, chiroyli foydalanaman desa, mana shunaqa xonadan foydalanaydi. Yaxshi ekan, menga yoq. Qadrdonlar bularimiz xudo xolasa 8 ta 10 ta qo'yga moslangan, yig'ilib sochiladi. Narxlar keladigan bo'lsa 4 million 800 ming so'm, Marg'ilonda o'zlari chiqayotgan narxi, sodda vodiychiga, dastlabkasiga 200 ming 300 ming qo'shilib qolishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like mutlaq qo'yasizlar.